Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar hadislarida, Alloh ko'p mehnat qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb, qo'li qadoq bo'lib ketgan odamni qo'lini ushlab turib shu gapni aytganlar. Ya'ni mehnat qilavergandan mana qo'llari, ko'jalari, oralari yorilib shuna bo'lib ketganlar bo'ladi. Qo'lini ming yuvsin ham pokiza bo'lmaganga o'xshaydi. Mabodo o'shanaqangi odamlar bilan yonida o'tirib qolsangiz, bitta tovoqda osh yeganda ko'nglingizga keltirmang. Nabarot xursand bo'lingki, Alloh yaxshi ko'rgan insonni qo'li siz bilan bitta tovoqda yeyapti. Bu baxt siz uchun. Deb ushlaganingizda mayli qadaqni u qo'lni qo'yib yubormang. Ushlang biror minut. Qadaq bo'lsa ushlang. Nimaga? U mehnat qilgan u. U Alloh yaxshi ko'radigan qo'l u. Mehnati bilan u topgan pulini arag'iga, bir yomon ishiga ishlatmaydigan bo'lsa bo'ldi. Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rishi uchun men ko'p aytaman sizlarga. Domla, qoraka, hojaka bo'lish shart emas. Alloh yaxshi ko'radigan inson bo'lish uchun yaxshi odam bo'ling, bo'ldi, tamom. Siz kimsiz? Ijtimoiy kelib chiqsangiz nima? Uyingizdagi sharoitingiz nima? Umuman farqi yo'q. Allohning do'sti bo'lish, Allohni yaxshi ko'rgan bandasi, jannatiy inson bo'lish uchun buni umuman qizig'i yo'q. Biz Alloh qilma degan, shariat qaytargan narsalardan uzoqda, Alloh qil degan narsalarda yaqinda yursak, inshaalloh Alloh bizni yaxshi ko'rgan banda bo'lamiz, Xudo xolasa.